Assalomu alaykum barchaga. 7-mavzu mediana bo'yicha 6-testning yechimlarini birgalikda ko'ramiz. Bu 7-mavzu bo'yicha oxirgi testimiz hisoblanadi. Undan keyin adashmasam uchburchakda o'xshashlik mavzusiga o'tib ketamiz. Demak, birinchi misoldan boshlaylik. Birinchi misolda G nuqtani og'irlik markazi deyapti. Uchburchakda og'irlik markazi bu mediana kesish nuqtasi degan. Og'irlik markazi va bizga A qo'shilgan B qo'shilgan C qo'shilgan debdi teng 5 ga. So'ralgan narsasi x qo'shilgan y qo'shilgan z so'ralgan. Xo'p. Xulosa qilamiz. A uchidan chiqqan mediana, og'irlik markazida kesishgan uchun bu AF mediana hisoblanadi. 2/1 nisbatda kesishadi. Yuqoridan kelishi 2, pastki qism 1 nisbatda bo'ladi. Shundan xulosa qilish mumkin. Xm teng 2 ta A ga. B uchidan chiqqan mediana bo'yicha xulosa qilamiz. Ya'ni Z teng 2 ta S ga. Yoki bo'lmasa S uchidan chiqqan mediana bo'yicha xulosa qiladigan bo'lsak, Y teng 2 ta B ga bo'ladi va bu 3 ta tenglikni bir-biriga qo'shib yuborilsa, x qo'shilgan y qo'shilgan z teng 2 ta A qo'shilgan 2 ta B qo'shilgan 2 ta S holatiga keladi va bu yerdan 2 ni qavsdan tashqari chiqarilsa, A qo'shilgan B qo'shilgan S. Ya'ni hammasini yig'indisi bu 5 ga teng. 2 kara 5 10 degan xulosaga kelamiz ekan. B javobda turibdi. Ikkinchi misolimiz bo'yicha K dan F gachani bergan. K dan F gacha 4 ildizda 5 bo'lsa, keyin bag'i 8 ildizda 5 bo'ladi. Chunki mediana kesish nuqtasi bo'lyapti. Kesish nuqtasidan 2/1 nisbatda bo'lingani uchun 8 ildizda 5 u buni o'zi 4 ildizda 5 degan. Yoyinki K dan E gacha bo'lgan masofani 3 ildizda 5 deyapti. Mediana kesish nuqtasidan 2/1 nisbatda kesishni hisobga olib, 3 ildizda 5 bo'lsa, bu K dan S gacha bo'lgan masofa 6 ildizda 5 degan ma'lum bo'lyapti. Bizdan x masofani so'rayaptimi? Buni qanday topamiz? Bu baqut A uchidan ham mediana o'tkazib olamiz. Keyin kasr sonlardan qochish maqsadida bu x ni o'chiramiz. X ni o'chirib, mana bu yerda K dan D diyorim, shu K dan D gacha x issam bu 2x bo'ladi. Qidirganda AK, ya'ni 2x ni qidirib topib qo'yamiz. Xo'p, ko'rinib turibdiki, mediana 1 9 ildizda 5, mediana 2 teng 12 ildizda 5 bo'ladi. Mediana 3 teng 3x bo'ladi. Qoida bor edi. 5 ta mediana gipotenuzaga tushganini kvadrati teng mediana 1 ning kvadrati qo'shilgan mediana 2 ning kvadrati. Shu xossadan foydalanaman. 5 ta 3x ning kvadrati teng. Xo'p, ikkalasida ham ildizda 5 bor, 3 bor. 3 ta chiqarib olaman. 3 keyin 5. Bu 9 bo'lib chiqib ketar ekanmi? Qavs ichida 9 16. Mana shunday holat bo'lib qolyapti. 5 ga bo'lib olaman. 3x ning kvadrati teng 3 kara 5 ning qavs kvadratiga to'g'ri kelar ekan. 3x teng 3 kara 5 x teng 5. X teng 5 chiqdi. Endi buni hisob kitobini tushunmay qolgan bo'lishingiz mumkin. Sizga tavsiyam mana bu qoidaga qo'yib oling. Mana shu qoidaga qo'yib oling, bo'ldi. Mediana 1 o'rniga mana uni qo'yib hisoblang. Mediana 2 o'rniga mana uni qo'ying. Keyin mediana 3 o'rniga 3x qo'ying. X'imiz teng 5 chiqdi. Bizdan AK ni so'ragan. AK'miz bizni belgilashimizga muvofiq 2x ga teng.
Buni ham javobi 10 ekan. Yuqori ham 10 chiqqan edi. Navbatdagi misol bo'yicha mana bu og'irlik markazi deyapti. Og'irlik markazidan B uchidan chiqqan mediana o'tgan ekan. Ham bu bissektrisa vazifasini bajar ekan. Demak, mediana bilan bissektrisa bir vaqtda bo'lgandan keyin o'z-o'zidan bu balandlik ham bo'ladi. Bu 6. S uchidan chiqqan mediana kesish nuqtasidan birinchi qismi 10 bo'lsa, ikkinchi qismi 5 bo'ladi. To'g'rimi? Ana endi. Teng yo'li uchburchak bo'ldi. Ya'ni teng yo'li deganda qaysi tomonlar teng? A dan B gacha bo'lgan tomoni bilan B dan C gacha bo'lganlari o'zaro teng. Teng yo'li. S uchidan chiqqan mediana birinchi qismi 10 ga teng bo'ldimi? A uchidan chiqqan mediana ham yon tomoniga tushganligi sababidan buni ham birinchi qismi 10 ga teng bo'laveradi. Pifagor teoremasini qo'llaymiz. Mana bu uchburchak uchun. A, E, G uchburchak uchun Pifagor teoremasini qo'llasak, gipotenuza 10, katetlardan biri 5, mana bu yer 8 bo'ladi. Endi B uchidan chiqqan mediana uchun birinchi qismi x, ikkinchi qismi 8 degan x teng 16 degan xulosaga kelsa bo'ladi. Chunki birinchi qism ikkinchi qismdan ko'ra kattaroq bo'ladi. Navbatdagi misol bo'yicha G og'irlik markazi deyapti. Xo'sh. Shundan foydalangan holda 3 to'g'ri yon tomonlari. Shundan foydalangan holda hozir x uzunligini topishimiz kerak. Qaranglar mana ABC uchburchak bo'yicha AE nima degan savolga mediana deb javob beramiz. Sababi bu og'irlik markazidan o'tdi. Tushgan tomonda mediana nima qiladi? Tushgan tomonda teng 2 ga bo'ladi. E dan C gacha bo'lgan masofa to'r bo'lganligi uchun B dan E gacha bo'lgan masofa ham to'r bo'ladi. Tushunarli bo'lgan bo'lsa, endi B uchidan chiqqan BD mediana G og'irlik markazidan o'tdi. Bu ham tushgan tomon teng 2 ga bo'lib berami? A dan C gacha bo'lgan masofa 6 bo'ladi. Evet, tam 3. 3 bo'ldi. Xo'sh. 3 bu tomoni jami 6 bo'ldi. Bu tomon jami 8 bo'ldi. 6 bilan 8 ga agamiyat 90 bo'lganda bu 10 bo'lardi. X teng 10 bo'lardi. Endi yuqoridagi burchak 90 deb olib bo'lmaydi. Shuning uchun ozgina buni ustida ilmiy ishni amalga oshiramiz. Bu A uchidan chiqqan mediana, demak tushgan tomon teng 2 ga bo'lib qo'yadi. B dan E gacha bo'lgan masofa ham to'r. Yoki bo'lmasa B uchidan chiqqan mediana ham tushgan tomon teng 2 ga bo'lib qo'yadi. D dan C gacha 3 bo'lgani uchun A dan D gacha 3 bo'ladi. Bu bitta masala bo'ldimi? Endi shu yerda ozgina belgilash kiritib olamiz. Belgilashimiz qanday bo'ladi? Belgilashimiz dastlab G dan D gacha bo'lgan masofani A deb belgilay olamiz. A dan G gacha bo'lgan masofani G dan E gacha bo'lgan masofani B deb belgilay olamiz. A dan G gacha bo'lgan masofa 2B bo'ladi. Endi xulosa qilish mumkin. A ning kvadrati qo'shilgan 2B ning kvadrati teng bo'ladi 3 ning kvadratiga. Bitta xulosa bo'ldi bu. Yoki bo'lmasa G dan D gacha bo'lgan masofa A bo'lgani uchun B dan G gacha bo'lgan masofa 2A bo'ladi. Endi bundan xulosa qilish mumkinki 2A ning kvadrati qo'shilgan B ning kvadrati teng 4 ning kvadratiga. Mana buni sistema qilib bir-biriga qo'shadigan bo'lsam 5 ta A ning kvadrati plus 5 ta B ning kvadrati teng 9 ga 16, 25 bo'lib qoladi. 5 ga bo'lib yuborsam A kvadrat qo'shilgan B kvadrat teng 5 ligi ma'lum bo'ldi. Endi bu turib tursinda
Bizdan so'ralgan mana bu yer. Mana bu yer so'ralgan. Buni topish uchun A G B uchburchak uchun Pifagor teoremasini qo'llanamiz. 2a ning kvadrati plus 2b ning kvadrati x ning kvadratiga. Bu yerdan 4 qavsdan tashqariga chiqarib yuborsam a kvadrat plus b kvadrat teng x ning kvadratiga bo'lib qoladi. A kvadrat b kvadrat o'rniga 5 ta olib kelib qo'yishim mumkin. Mana buni o'rniga 5 qo'ysam 5 kira 4 20 teng x kvadrat bo'lib qoladi. X teng 2/5 degan xulosaga keladi mana. B javob to'g'ri ekan. Navbatdagi misol bo'yicha yana A uchidan ham mediana chiqqan. A dan G gacha bo'lgan masofa LZ ekan. S uchidan ham mediana chiqqan. S dan G gacha bo'lgan masofa 3. Keyin bu B uchidan ham mediana chiqqan. Bunday qilamiz. G dan D gacha bo'lgan masofani x deyman. Keyin G dan B gacha bo'lgan masofa qancha bo'ladi degan savolga qo'rqmasdan 2x deb javob bersak bo'laveradi. 2x. E'tiboringizni siz AGS uchburchakka qarating. Uchburchak bo'yicha to'g'ri burchakli uchburchak. Bu uchburchak bo'yicha 9 ga 7 ni qo'shsam 16 bo'ladi. Iliz olsam 4. A dan C gacha bo'lgan masofa 4 bo'lyapti. Pifagor teoremasi qo'llari shu. Endi shundan D dan C gacha bo'lgan masofa 2, bu yog'i ham 2 bo'ladi. X ham teng 2 bo'lib ketadi. Shu mashhur bo'lgan, ma'lum bo'lgan qoidani rivoyat. Endi ABC uchburchak bo'yicha B uchidan chiqqan mediana 2 ga 1 nisbatda kelsa, ikkinchi qismi 2 bo'lgandan keyin birinchi qismi 2 ga ko'paytirganimizda 4 ga teng bo'ladi. Bizda B dan G gacha masofani so'ragan, 4 degan natijani olamiz. Navbatdagi misol bo'yicha ilmiy ish qiladigan bo'lsak, bu S uchidan chiqqan mediana og'irlik markaziga bordi. Endi shular bor ekan. Xo'p. Bu yerdan tortsam bunday bo'ladi. Bu A uchidan mediana o'tkazsam keladi. Bu mediana tomon tenglik bo'lib beradi. Desam tomonni tenglik bo'ladi. O'z B dan C gacha bo'lgan tomon qancha? Mana shu B dan C gacha bo'lgan tomonning uzunligi 6 qo'shilgan 12 bo'lib 18 bo'lar ekan. 18 bo'lsa 2 bo'lsam 9 mi? Bu yerdan bu yog'igacha 9. Bu 9. Va 12 bo'lsa 12 dan 9 ayirsam necha? 3. Bu yerdan bu yergacha. 9 bilan 6 qo'shilgan 3. To'g'ri. Endi yana nima qilsak bo'ladi? Xo'p, batdan bitta mediana tushirsam. Gipotenuza 12 edi. Bu yerdan bu yergacha bo'lgan masofa 6 bo'ladi.
Fdan Egacha bo'lgan masofa 3 bo'ladi. Ushbu misolimizda AB ASga teng degan joyi bor. AB ASga teng. Bu AB bu AC bilan bir-biriga teng bo'lsa, A uchidan chiqqan mediani asosga qanday burchakda tushadi? Mana 90 da tushadi. Shuni hisobiga mana bu uchburchak DGS uchburchak bor-ku. DGS uchburchak. Mana bitta katet vazifasi, yana bitta katet vazifasi. Mana bu gipotenuza vazifasini bajaryapti. Shundan E'dan S'gacha 9 degan, E'dan S'gacha 9, E'dan D'gacha 3. 3 ga 9 ni ko'paytirsam 27, lizosam 3 ildizda 3 bo'lib qolyapti mana. Endi bu uchburchakka qarasak. Bitta uchburchak hosil bo'lib qoldi. Mana. Qanaqa uchburchak bu? To'g'ri burchakdek uchburchak. Katetlardan biri 3, ikkinchisi 3 ildizda 3. Xo'sh. Bitta ma'lum bo'lyapti. Mana bu burchagi 30 ligi. Mana bu burchagi 60 ligi ma'lum bo'lyapti. Gipotenuza topsa 30 gradusga qarshidagi katetdan 2 marta katta 6 yoki bo'lmasa 3 bilan 3 ildizda 3 ga Pifagor teoremasidan topsak ham bo'laverar ekan. Shunaqa gaplar. Navbatdagi misolimizda bu og'irlik markazi deyapti. B'dan D'gacha bo'lgan masofa D'dan S'gacha bo'lgan masofaga teng bo'ladi x dan. Xo'sh. Bu B'dan F'gacha bo'lgan masofa S'dan F'gacha bo'lgan masofaga teng bo'ladi. Bu teng bunga. Bu yerda B'dan G'gacha yozishim mumkin. 2 bir nisbatda kesishgani uchun B'dan G'gacha bo'lgan masofa 2A yu G'dan F'gacha bo'lgan masofa A bo'ladi. Endi F'dan S'gacha bo'lgan masofa esa 3A bo'ladi. Xo'p, bu misol bo'yicha yana bir boshqatdan ketamiz. ABC to'g'ri burchakli uchburchak. Mana bu G og'irlik markazi. Bitta mediani o'tkazib yuborsak, tomon teng bo'lib qo'yadi. To'g'ri burchakli uchburchakda gipotenuzaga tushgan mediani gipotenuzani teng bo'ladi va o'ziga teng. Xo'p, mana bundan E, B, S to'g'ri burchakli uchburchakka qaraymiz. E, B, S to'g'ri burchakli uchburchakka qaraymiz. Bu uchburchakda bu uchburchakda mana bu x uzunligi mana bunga teng. Bu ikkalasi teng bo'lgandan keyin mana yuqorida yozdim. Bu bilan bu teng bo'lgandan keyin o'z-o'zidan bunga ham teng bo'ladi. Ya'ni D'dan Egacha bo'lgan masofa x ga teng. D'dan Egacha bo'lgan masofa x ga teng. Endi E'dan G'gacha bo'lgan masofa
x minus 2 ga teng bo'ladi. Endi xulosa qilamiz katta uchburchak bo'yicha. Katta abs uchburchak bo'yicha s uchidan chiqqan bissektriisa bu E nuqtaga tushdi. Keshish nuqtasidan qanday nisbatda bo'linadi? Birinchi qismi 2a, ikkinchi qismi a bo'ladi. Birinchi qismining uzunligi 2 qo'shilgan x, ikkinchi qismining uzunligi x minus 2. Shuni 2 ga ko'paytirsam teng bo'ladi. 2 qo'shilgan x teng 2x minus 4. Bu yerdan x teng 6ligi ma'lum bo'ladi. 8-chi misolda bu yerdan mediana chiqqan, teng 2 bo'lib qo'ydi. Bu yerdan bissektriisa chiqqan. Ikkita kesmaga ajratdi. Bizdan A dan F gacha bo'lgan masofani so'rayapti x da. Xo'p, birinchi qiladigan ishimiz bissektriisa xossasidan foydalanamiz. ABC uchburchak uchun. ABC uchburchakda S uchidan chiqqan bissektriisa tushgan tomonni 3/5 nisbatda bo'lganligi uchun birinchi qismi mana bu 3, keyingi qismi 5. O'shuning uchun men shuni A dan S gacha bo'lganini uzunligini bu tomon 2 ga bo'linadigan son bo'lish uchun 6a deb olamanda A dan S gacha. Endi S dan B gacha bo'lgan uzunlik nechi bo'ladi? 2 ga ko'paytiraman. 10 a. Bu bissektriisa xossasida. Mana bu S uchidan bu E gacha bo'lgan nima bissektriisaligidan foydalanib shu xossani yozdim. Buni tomon 6a, bu tomon 10a bo'lsam 3 taqsim 5 bo'ladi. Bunga bo'lsam 3 taqsim 5 bo'ladi. Tushunarli bo'ldi. Endi ABC uchburchak bo'yicha gipotenuzaga tushirilgan mediana gipotenuzaning yarmiga tengligidan ketamiz. Gipotenuzamizning uzunligi 10ta ga teng, yarmi 5a. Yuqori qismi ham 5a bo'ladi. 5a. Mana bu teng bo'ladi bunga. Bu yerga Pifagor teoremasini qo'llasak, 8 kvadrati qo'shilgan 6a ning kvadrati teng 10a ning kvadratiga. Bir tomonga o'tkazib, bir marta ayirib yuborsam 4a, bir marta qo'shib yuborsam 16a ning kvadrati teng 8 kara 8 bo'ladi. 8 ga bo'laman 2, 8 ga bo'laman 1. 4 kara 2 8, bu bilan qisqartirib ketaman. Xullas, a teng 1 chiqyapti-da. Ani o'rniga 1 ni olib kelib qo'ysam, bu uzunligi 10 bo'lib qoldi, bu 6 bo'lib qoldi. Gipotenuza 10 bo'ldi. Gipotenuza 10 bo'lgandan keyin A dan D gacha bo'lgan masofa nima bo'ladi? 5 bo'ladi-da. A dan D gacha 5 bo'ldi. Endi x bo'lsa F dan D gacha x taqsim 2 bo'ladi. X qo'shilgan x taqsim 2 teng ekan 5 ga. Shu yerdan x topib olsam, xo'p 10 taqsim 3 mi bo'ladi adashmasam. Mana 8 da javob A javob bo'ldi. Navbatdagi misol bo'yicha
Bissektrisa xossasidan. Bu 8, bu 6. ABC uchburchakka qo'llaymiz. Ikkalasi nisbati nechi? 8 bilan 6 nisbat 4 taqsim 3 bo'lyapti-da. Endi mana bu bilan BD bilan DC nisbati ham 4 taqsim 3 bo'lishi kerak. O'shandan mana bu yerdan mana bu yergacha 4 bo'lganligi uchun mana bu yerdan mana bu yergacha 3 bo'ladi. Bu bitta masala. Endi bissektrisani uzunligi A dan D gacha bo'lgan masofani uzunligini topish uchun qoida bordi. A dan D gacha teng kvadrat tomonlar kvadrati 8 kara 6 ayrilgan 4 kara 3 hisoblasam 6 kara 8 48 ayrilgan 12 36 AD teng 6 bo'ldi. Buning uzunligi 6 bo'ldi. Endi medianani topish kerak. Medianani qoidasi bor. Ikkita medianani kvadrati teng chiqqan tomonlari kvadratlar yig'indisi. Hozir xulosa qilyapmiz. ADC uchburchak bo'yicha xulosa qilyapmiz. ADC uchburchak bo'yicha xulosa qilyapmiz. Bu AD tomoniga tushgan mediana uchun. Ya'ni x uchun. Biz metda ham x deb yozib ketsak, maqsadga muvofiq bo'lar ekan. Ikkita x ning kvadrati teng 6 ning kvadrati qo'shilgan 3 ning kvadrati. Xo'p. Ayrilgan tushgan tomon 6 ning kvadrati taqsim 2. Hisoblasam 36 qo'shilgan 9 36 qo'shilgan 9 ayrilgan 36 2 bo'ladi 18. 9 ayırsam 27. 27 ni 2'ye bo'lamiz. 27 ni 2'ye bo'lsam 27 taqsim 2 bo'ladi x kvadratga. Buni hisoblasam 3 ildizda 3 taqsim ildizda 2. Irratsionallikdan qutqarsam 3 ildizda 6 taqsim 2 bo'lib D javob bo'lar ekan. Navbatdagi misolimiz bo'yicha endi yechimda ko'ramiz. Navbatdagi misol bo'yicha ABC uchburchakda og'irlik markazi bo'lyapti. Bu G nuqta. Og'irlik markaz qaysi uchburchakda? ABC uchburchakda. ABC uchburchakda G1 nuqta og'irlik markazi bo'lsa, A-dan chiqqan mediana 2-1 nisbatda bo'linishdan foydalangan holda birinchi qismi 4 bo'lyapti uzunligi. Endi ikkinchi qismining uzunligi 2 bo'ladi degan xulosaga kelsak bo'ladi. Yoki bo'lmasa BCD uchburchagimiz og'irlik markazi G2 deyapti. Demak, D3dan chiqqan mediana kesish nuqtasidan 2-1 nisbatda kesishadi. Birinchi qismi 6 bo'lgandan keyin ikkinchi qismi uzunligi 2 marta kichkina bo'ladi, 3 ga teng bo'ladi. Bizdan G1 dan G2 gacha bo'lgan masofani so'ragan. 2 qo'shilgan 3 teng 5 ga teng bo'ladi. Navbatdagi misol bo'yicha bu G nuqta ABC uchburchakda og'irlik markazi bo'lyapti. ABC uchburchakka e'tiboringizni qarating. Mediana C uchidan chiqqan mediana og'irlik markazigacha bo'lgan qismi 10 ga teng, ya'ni birinchi qismi 10 ga teng bo'lgandan keyin ikkinchi qismi G dan mana bu yergacha E gacha bo'lgan qismi nechiga teng bo'ladi degan savolga shuni yarmiga teng bo'ladi deb javob bersak bo'ladi. E dan G gacha bo'lgan masofa 5 ga teng. Endi bu tenglik bo'lib qo'ydi. E'tiboringizni
AG B to'g'ri burchak uchburchakka qarating. Bunda hozir gipotenuza AB bo'lib qolyapti. Mana 5 ga teng bo'lgan kesma mediana vazifasini bajaryapti bu yerda. AGB uchun mediana vazifasini bajaryapti. To'g'ri burchak uchburchakda mediana u gipotenuzaning yarmiga teng. O'shanda bu yerdan ham 5, bu yerdan 5 ligi ma'lum bo'lyapti. Endi xulosa qilamiz bu uchburchak bo'yicha. BDG to'g'ri burchak uchburchak bo'yicha xulosa qilsam, DG bu yerda mediana vazifasini bajaryapti. U D'dan Egacha bo'lgan masofa B'dan Egacha bo'lgan masofaga teng, ya'ni 5 ga teng bo'lyapti. Bizdan A'dan S'gacha bo'lgan masofani so'ragan. X so'ragan. Buning uchun nima qilamiz? Uchburchak DBG bo'yicha Pifagor teoremasini qo'llasak, gipotenuza 10 ga teng, katetlardan biri 6 ga teng, ikkinchi bir kateti 8 ga teng bo'ladi. Bu nima bo'yicha? DBG bo'yicha. Endi ABG bo'yicha to'g'ri burchak uchburchak bu ham katetlardan biri 8 ga teng, gipotenuza 10 ga teng, A'dan Ggacha bo'lgan masofa nechi bo'ladi? 6 ga teng bo'ladi. Biz X topishimiz kerakmi? Uchburchak boshqatdan chizib olamiz. Uchburchak bor. A B S uchburchak. Mana S uchidan chiqqan mediana uzunligi 15. B uchidan chiqqan mediana birinchi qismi 8 bo'lgandan keyin ikkinchi qismi nechi bo'ladi? 4 bo'ladi. Bu 12 bo'ldi. Navbatdagi misol, navbatdagi qismi A uchidan chiqqan mediana. A uchidan chiqqan mediana birinchi qismi 6 bo'lgandan keyin ikkinchi qismi 3 bo'ladi. Endi bu 9 bo'lar ekan. 3 ta mediana bor, mana bu tomonni topish kerak. Qoida bor edi. X kvadrat teng 2 taqsim 3 ildiz ostida 9 ni kvadrati qo'shilgan 15 ni kvadrati qavs yopib ko'paytirilgan 2 ayrilgan tushgan tomonning kvadrati 12 ni kvadrati. Shuni hisob-kitob qilamiz. Hop. Demak 9 ni kvadrat 81, 15 ni kvadrat 225. Chiqqan natijalarni bir-biriga qo'shdim 316, uni 2 ga ko'paytirdim. Ayirib qo'yaman 12 ni kvadrati, ya'ni 144 ni. 488 chiqyapti. 488 ni nechiga bo'lsa bo'ladi? Hisob kitobi shunday bo'ladi. 2 taqsim 3 ildiz ostida 468 chiqyapti. Shuni 2 taqsim 3 468 ni 144 ga bo'lsa bo'ladi. 36 dan 6 chiqadi, ildiz ostida 13 qoladi. Endi qisqartirib qo'ysam 4 ildiz ostida 13 qolar ekanda. Mana, javob. Navbatdagi misol bo'yicha buni
tortsam 4 bilan 5 ga Pifagor teoremasidan ildiz ostida 25 qo'shilgan 16 51. Nimani so'rayapti bizdan? ABC uchburchakning yuzasini so'rayapti. Bunda bunday qilamiz ekan. Mana bu mediani tushiramiz. Keyin baqa bitta tortamiz. Keyin baqa ham tortamiz. Keyin baqa ham tortamiz. Qoidani eslasalaring agar. Mana bu esida. Mana shu yuza. Keyin mana bu yuza to'g'ri esida. Eslab turganmiz. Bu yuza keyin 3 esida. Mabodo eslagan bo'lsangiz. O'shandan bu yerda ham es bo'lyapti-da. Bu uchburchak yuzasi GDH uchburchak yuzasi 2 s teng 4 kare 5 taqsim 2 teng 10 bo'lyapti. S teng 5 bo'lyapti. ABC uchburchak yuzasi mana bu yuzadan nechta? 4 s dan 6 ta. 24 s so'roq. 24 kare 5. 10 ga ko'paytirganda 240 bo'lsa 120 bo'ladi. Javob. Navbatdagi misol bo'yicha G nuqta deyapti. ABC uchburchakda og'irlik markazi, K nuqtasi AB uchburchakda og'irlik markazi deyapti. Bu yerda F dan G gacha bo'lgan masofa 4. Tushirsam katta uchburchak bo'yicha og'irlik markaz. To'g'ri. X. E'dan C gacha bo'lgan masofani 4x deb belgilab olish huquqiga egaman. E'dan B gacha ham, keyin 4x bo'ladi. A dan E gacha bo'lgan masofa ham 4x bo'ladi. Xo'p. Mana bu uchburchak bo'yicha. Ya'ni bu uchburchak bo'yicha mediana bo'lganligi uchun teng 2 bo'lib beradi. Ya'ni A dan F gacha 2x, keyin F dan E gacha bo'lgan, ya'ni 2x bo'lsa, mana bu qism 2x minus 4 bo'ladi. Hamma narsani unutiladi. Katta ABC uchburchak bo'yicha AE mediana G nuqtadan 2/1 nisbatda kesishadi. G nuqtagacha AG ni uzunligini topib olamiz. AG ni uzunligi 2x qo'shilgan 4 degani. Endi GE ni uzunligi endi. GE ni uzunligi 2x minus 4 degani. GE ni 2 ga ko'paytirib 2x plus 4 ga teng olamiz. 2x minus 4 shuni ko'paytiramiz 2 ga. Shu 2x plus 4 ga teng bo'ladi. 4x ayrilgan 8 teng 2x qo'shilgan 4 2x teng 12 x teng 6 x teng 6 ekan. Bizdan D dan E gacha bo'lgan masofani so'rayapti. D dan E gacha bo'lgan masofa qanday topiladi? Xo'p, B ni topib olaylik-da.
BE'ni topsa bu 4x ekan. Ya'ni bu BE 4 kere 6 24 ga teng ekan. Ko'rinib turibdiki, endi DE shuni yarmi bo'ladi. 12. Navbatdagi misol bo'yicha BD DE esa teng deyapti. Keyin A'dan D'gacha 3, A'dan Egacha 4, AC X, AB Y bo'lsa x kvadrat minus y kvadratni so'ragan. Hop. Mana bu uchburchak uchun AEB uchun bu AD mediani qoida qo'llash mumkin. 2 ta 3 medianani kvadrati teng y kvadrat plus 4 kvadrati ayrilgan tushgan tomon AA, ya'ni 2A. 2A'ning kvadrati taqsim 2 deyish mumkin. Yana bir tomondan ADS uchburchak bo'yicha AE mediani bo'ladi. Xo'p. 2 ta 4ning kvadrati teng x ning kvadrati qo'shilgan 3 ning kvadrati ayrilgan 2 ta a ning kvadrati taqsim 2. Mana. Shu yerdan endi sistema qilib turib pastdan tepani ayirib yuborsam x kvadrat minus y kvadrat plus 9 minus 16 teng 2 ni qavsdan tashqari chiqarib yuborsam 4 kvadrati minus 3 ni kvadrati degan ifoda hosil bo'lib qoladi. Hop. 3 ni kvadrati ayrilgan 4 ni kvadrati x kvadrat minus y kvadrat teng 4 kvadrat minus 3 kvadratga to'g'ri kelib qolar ekan hisob kitobi. 16 dan 9 ni ayirsam 7 degan natija chiqyapti. Navbatdagi misol bo'yicha 5 bilan 12 ga Pifagor teoremasini qo'llaymiz. E'dan B'gacha bo'lgan masofa. E'dan B'gacha bo'lgan masofa 13. A'dan D'gacha bo'lgan masofani topadigan bo'lsak 13 taqsim 2 bo'lyapti. A burchagi BAS burchagi 45. 45. Bu bissektrisa ekan endi BAS burchagi 45. B'dan D'gacha bo'lgan masofa D'dan Vgacha bo'lgan masofa bu median ekan. 13 taqsim 2. B'sini so'rabdi. Mana buni. Mana buni uzunlik. Endi nima qilamiz? Xo'p. Bissektrisa xoslasini qo'llaymiz. Bu tomon 5, bu tomon 12. Bissektrisa B'dan S'gacha 5x. Bissektrisa xoslasi bu bissektrisa tushgan. S'dan Egacha esa 12x bo'ladi. Ikkalasini qo'shib yuborsam 17x teng bo'ladi 13 ga.
x teng 13 taqsim 17 bo'ladi. B dan C gacha bo'lgan masofani uzunligi endi B dan C gacha bo'lgan masofani uzunligi, xo'sh. Mana 5 kere 13 taqsim 17 65 taqsim 17 bo'lyapti. B'dan C'gacha bo'lgan masofa uzunligi. 16-misolda endi 16-misolda ichida operatsiya jarayonini o'tkazadigan bo'lsak, bu ichki tizilga aylanan markaz deyilyapti. Xulosa qilamiz. ABD uchburchak bo'yicha bu B'dan Egacha bo'lgan masofa bissektrisa bo'lgandan keyin A'dan Egacha bo'lgan masofa, A'dan Egacha bo'lgan masofa 5x ga I'dan D'gacha bo'lgan masofa 4x ga teng bo'ladi. Bu bitta masala. Xo'sh, endi navbatdagisida mana bu x bo'lsa, endi x demaydi endi buni y deydi. Buni boshqa harfda boshqa rangda yozsam, g dan D'gacha og'irlik markazi bo'lgani uchun y desam, mana D dan G gacha y desam, G dan A gacha nima bo'ladi? 2y bo'ladi. Xo'p, AD teng ADga. Bir tomondan AD degani 9x degani, bir tomondan AD degani 3y degani. Endi I'dan G gacha bo'lgan masofani so'rayapti. Nisbatini G dan D gacha bo'lgan masofaga. Hop, bu yerdan y chiqyapti. 3x degan xulosa chiqyapti. Y. Endi yozib olamiz. A dan I gacha 5x. Hop, I dan D gacha bo'lgan masofa. I dan D gacha bo'lgan masofa 4x. D dan G gacha bo'lgan masofa y ida. Y'imiz teng 3x bo'ldi. 3x yoki G dan A gacha bo'lgan masofa 2y ida. 2y'imiz buni olib kelib qo'ysam 6x ga teng bo'ladi. Y ni topmoqchi bo'lsam, I dan G gacha bo'lgan masofani topmoqchi bo'lsam, I dan D gacha bo'lgan masofadan D dan G gacha bo'lgan masofani ayirib tashlayman. Bu 4x, I'da 4x, D'ga 3x teng bu x chiqdi. Endi G dan D gachasi bormi o'zi? G dan D gachasi bor ekan. Bo'ldi. O'rniga olib kelib qo'yaman. Y ga o'rniga x qo'yaman. G dan D gacha bo'lgan masofaga 3x qo'yaman. Nisbat olsam necha bo'ladi endi bular? 1/3 bo'ladi. Mana 1/3. Shunday qilib medianani testlari o'z nihoyasiga yetdi. Sog' bo'linglar. Assalomu alaykum.